Ayni damda biz poytaxtimizning bozorlaridan biridamiz. Yangi yil bayrami yaqinlashgani sayin barcha yurtdoshlarimiz yangi yil dasturxoni uchun bozor qilishga shoshilishadi. Hamma birdek eng yaxshi mahsulotlarni xarid qilish payida bo'ladi. Shu joyda bizni bitta savol qiziqtiradi. Xo'sh, yurtdoshlarimiz yangi yil dasturxoni uchun qancha mablag' sarflashadi? Hozir buni bilib olamiz. Qani ketdik. Bayram dasturxoni uchun o'rtacha qancha mablag' ajratasizlar? Masalan, Hisoblab ko'rmaganman. Chunki men umuman bozorga bormayman. Xo'jayinim qiladilar, men umuman surishtirmaganman. 1 million, 1,5 million ketsa kerak. uni bilmayman. Uni xo'jayinim qiladi. Men o'zi anchadan beri ko'chaga chiqmagan edim. 1 million yetmaydi. 3 million, 4 million ketsa kerak. 1 milliondan oshiqroq. Kamida 1 million ketsa kerak. Bordir 1 million chami. Narx-navolar qimmat emasmi? Solishtirsa sal qimmat. Hozir magazinga kirib, narx-navolarni ko'rib, oshib ketganini endi bildim. Yo'q, unaqa emas hammacha. Bir xil. Narx-navolar endi har doim qimmat bo'lgan. Ko'tarilgan bayram. Yuqoridagi javoblarni ko'rdingiz. Xo'sh, sizcha yangi yil dasturxoni uchun qancha mablag' sarflaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.